Mumayning turmudan qanchi. Birinchi qism. Nuhi hamamu. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuhu. Tuvanda İslam çakarları grubu tayyorlagan hicret tarixlaridan Mumayning turmudan qanchi nomli asarni anglitishni boshlaymiz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح. Mumayning turmudan qanchi. Birinchi qism. Men bu hikoyani qandoq so'zlab berishni qat'iy bilolmadim. Ammo qo'limdan kelganicha Mumayning hozirgi hissiyotini yaxshi tasvirlashtirishman. Qani, birga anglab boqayli. Balkim siz men o'ylagandan yaxshi tushunarsiz. Mumay g'ariblik va sig'inish o'ti jillanib turadigan ko'zlarini namlagan holda cho'ng kichiklanib so'zlarini boshladi. Mumay, men qaysi bir dalimga yig'layman, o'zimmi bilmayman. Hayot kechmishlari nima degan ochiq-a? deb ko'zlaridan yiqayotgan yoshlarini so'tkach, ro'sinib o'ltirdi. Ondan gapini davomlashtirib, bu o'tmishimni so'zlagach, hayotning oxiridimi menga mehrini bergan, hayotdagi nurim va yulanchikim buvayni aslab olarman. Shundaqla qisqagina hayotimdagi hijrat va turmudan qichish tariximni so'zlab, inson hayotining uncha oson o'tmaydiganligini deb biray dedi-da, so'zlarini vatandan chet elga qilgan hijratdan so'zlashga boshladi. Mumay bir necha ming kunlar ilgari o'z vatanimiz bo'lgan Sharq Turkistondan chet elga hijrat qilish uchun tayyorlandik. Amaliyotda mening g'amguzorim buvay uzun yil hijrat yo'lini izlagan edi. O'z zamonida buvay maktabda o'qish fursatiga ega bo'la olmagan ekan. Shunga u savodsiz edi. Ammo buvay yosh vaqtidan boshlab nihoyat zirak bo'lib, mahalladagi ahli ilmlar so'rniga ko'p boradi. Men buvay bilan bir oilada uzun yil birga yashadim. Hatto bizning ko'p bolalarimiz bo'ldi. Bolalarimiz buvayning yetakchiligida nihoyat yaxshi musulmon yigit va muslima qizlardan bo'lib yetishgan edi. Kunlarning biri buvay hayajon bilan uyga kirib keldi. Onasi, qinisizlar? Xo'sh xabar, biz yaqinda chet elga hijrat qilamiz. Hayotimizning oxiri islom tuproqlarida o'tadi inshaalloh dedi. Men, "Oy g'ujam, qirg'anda singandan yeb o'ltirsak bo'lmamdi? Bir putimiz go'rga sangildi. Nega bormiz qirg'anda? Ballar texi cho'ng bo'lib qoldi. Ularning to'yini qilmasak texi turgan. Aran tutgan uy makonlarimizni shundaqla tashlab ketamdiq" deb toza qo'ydim. Buvay, "Ey saranqiri, yana aqling yetmadi-da, bo'ldi. Boshqa gapni qo'y. Vaqti kelganda tamtirab qolma. Ammo bu gapni hech kimga dema" dedi. Ondan ishlar shundoq bo'ldi inshaalloh deb qo'yib, eg'ildiki kalla qo'yning yoniga chiqib ketdi. Men shu asnoda mahallani, qo'lim qo'shnilarni ish qilib, men bildigan hamma narsamni ko'z oldimdan bir-birlab o'tkazdim. O'z-o'zimga biz rostila bu yerdan ketarmizmi deb yig'lashga boshladim va o'zimga qayta rostila bu yerni tashlab ketarmizmi deydim. Men bu mahallada 20 asr yashadim. Buvay bilan taki g'uncha vaqtimdan mana Mumay bo'lg'uchi bilan yashaptiman. Turmushning barcha issiq sovuqini boshdan kechiribdiman. Endi bolalarim cho'ng bo'lib, ularning rohatini ko'rarman deganimda, zolim Xitoy tarafidan har kuni andishli xabarlar kelishga boshladi. Bugun bu qo'shnimning bolasini tutyapti, tunigun yana bir qo'shnimning bolasini tutyapti degan xabarlar har kuni degidek olinib turadi. Menmu balangizni saqchilar tutib oldi degan bu qo'rqinchli xabarni qachon anglab qolarman deb kunda yurkim pok-pok yashayotdim. Agar o'g'lim sirtga chiqib ketsa, qachon qaytib kelar, nega bordiqando deb ansiraydigan bo'lib qolgan edim. Hatto bolalarimga deydiganim, "Balam, qalaymiqan odamlar bilan aralashmang, jim yuring" deydim. Bu kunlarda vatanimizda qalaymiqan odamlar dal ilm ahli yoki saqal qo'yib ayolni japlandirgan taqvolar kishilar xatarlik hisoblanadi. Chunki vaqtlarda Xitoy zolimlarga amaliy qarshi turadiganlar dal
ilm ahli va taqvodor kishilar bo'lg'ach, Xitoymi o'zining Uyg'ur tillik munofiqlarini ahli ilmlarga payloqchi qiladi. Bu qitimliq anglitishimiz bu yerda tugadi. Keyingi anglitishimizda ko'rishguncha Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.